har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatib turuvchi va ma'naviy ildizlarni belgilovchi ustunlari bo'ladi. Zangiota hazratlari ham ana shunday ulug' ajdodlarimizdan biri hisoblanadi. Bu ulug' zotning abadiy qo'nim topgan joyi muborak ziyoratgohga aylanganligini deyarli barchamiz yaxshi bilamiz va u joyni ziyorat qilganmiz. Nafaqat yurtimiz, balki Markaziy Osiyoda ma'lum va mashhur bo'lgan Zangiota ziyoratgohi poytaxtimizdan 15 chaqirim g'arbda, Samarqandga boruvchi qadimiy karvon yo'li bo'yida, aniqrog'i Zangiota qishlog'ida joylashgan.